3 yil avval aynan shu kunda Argentina jahon chempionligini qo'lga kiritgan edi. Bundan roppa-rosa 3 yil muqaddam 2022-yil 18-dekabr kuni jahon chempionati finali bo'lib o'tgan edi. Finalda Fransiya va Argentina terma jamoalari o'zaro o'ynashdi. Fransuzlar ketma-ket ikkinchi mundial g'olibligiga da'vogarlik qilishdi. Birinchi bo'limdan keyin Argentina Lionel Messi va Angel Di Marianing gollari evaziga 2-0 hisobida oldinda borayotgandi. Ikkinchi bo'lim yakuniga yaqin Fransiya kambek qildi. 80 va 81 daqiqalarda Kylian Mbappe gol urdi. Qo'shimcha bo'limlarda jamoalar gol almashdi. Vaziyat penaltilar seriyasiga qadar yetib bordi. Unda Albiceleste'ga omad kulib boqdi. Ular tarixda 3-marta va 1986-yildan beri birinchi marta jahon chempioni bo'lishdi. Lionel Messi o'sha oqshom jahon kubogini boshi uzra ko'tardi.